Jonim, bilasizmi, siz bilan yaqinda tanishgan bo'lsak ham, xuddi uzoq vaqtdan beri taniydigandek qadrdon bo'lib ketdik. Sizni yoningizda bo'lsam, o'zimni baxtli, qushday yengil his qilaman. Rostdanmi? Surxondaryoda shunga o'xshash holat qayd etildi. Ya'ni ichki ishlar xodimlari tomonidan tezkor tadbirga jalb etilgan fuqaro yordamida giyohvandlik moddalarining oldi-sottisi bilan shug'ullanayotgan shaxs fosh etildi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, 1992-yilda Denov tumanida tug'ilgan erkak 2025-yilning 22-noyabr kuni soat 17:00 da Denov tumani Gulobod mahallasi hududida bir dona oq rangli selofan paketga qadoqlangan ko'p miqdorni tashkil qiluvchi gashish giyohvandlik vositasini sotib o'tkazgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan ushlangan. Kimdan oldingiz? Buni o'zlarini qidiga olib kelgan, men o'zim turizmga berdim, yana olib kelishgan. Gash giyohvand moddasiga o'xshash modda hamda paket 2 da 300 ming so'm, ya'ni 6 dona 50 ming so'm ko'piridagi jami 300 ming so'm pullar tushunamisiz? Mazkur holat bo'yicha ish jinoyat ishlari bo'yicha Uzun tuman sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan aybli deb topilsin. Sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilgan holda 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zining jinoiy harakatlari bilan mana shunday qora illat domiga o'zgalarni ham tortayotganlar, vaqtida qilmishingizdan to'g'ri xulosa chiqarmas ekansiz, baxtli hayot kechirishingiz mumkin bo'lgan uzoq yillarni sovuq panjara ortida o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Shunday ekan, vaqt borida to'g'ri yo'lga qayting.